Shahidning 6 ta fazilati bor. Birinchisi, badanidan birinchi tomchi qon otilishayotgan vaqtida, shu vaqtni o'zida gunohlari mag'firat qilinadi. Gunohdan tozalanadi. Birinchi qon chiqishligi bilan. Ikkinchi, jannatdan bo'lgan joyini ko'rib turib jon beradi. Uchinchi, azobi qabrdan salomat qoladi. Azobi qabrda savol-javob va hokazo, unda azobi qabrda xotirjam bo'ladi. To'rtinchi, fazaul akbar, qiyomat dahshatidan payg'ambarlar oldiga ummatlar borib, menga yordam bering, axir siz shunday emasmidingiz deb ummatlari borganda, o'zimni holim nima bo'lar ekan men bilmayman hozir deb turgan dahshat soatlarida shahid xotirjam turadi. Beshinchi, o'zining qaramog'idan 72 kishini Alloh shafoatga izn beradi. Jahannamga gunohi ko'pligi sababli uloqtiriladigan 72 kishini shafoat qilib oladi. Alloh izn beradi. Buni tayda vallohu alam, hikmat shu bo'lsa kerak. Hikmatlari ko'p albatta. Odamlar o'zining qarindosh urug'lari, farzandlari, aka-ukalarini shunday tarbiya qilsinki, ichimizdan biz ham bir shahid chiqsinki, bizning gunohlarimizni Alloh subhanahu va taolo izn berganda albatta qarindoshlarga bir qarasa kerak deb ichidan shahid chiqarishlikka harakat qilishligiga chorlaydi. Va undan keyin shahid bo'lganda xafa bo'lmasdan, endi bizning ichimizdan ham Allohning izni bilan shahid chiqdiki, shafoat qilib oladigan 72 kishiga izn beriladigan kishi chiqdi deb quvonch paydo bo'lishligi uchun ham bo'lsa kerak. Adadini Alloh o'zi biladi. Va ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru yastaykina alladina utul kitaba va yazdada alladina amanu. Bu sonlar Alloh subhanahu va taolo, biz bu sonlar haqida bahs qilmaymiz. Nima uchun 72 ta, nima uchun yo 50 ta emas degan sonlarni bahs qilmaymiz. Buning Alloh subhanahu va taolo bizga Alloh tarafidan kelgan bayonni shunday iymon bilan qabul qilishlikka bizga buyurdi. 6-fazilat 72 ta huri inlardan Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib beradi. Bu huri inlar agar bittasi dunyoga qarasa, dunyoni yoritib tashlaydigan darajada tiniq yuzlik, taom yesa, taomning ketayotganligi ko'rinib turadigan darajada tiniq badanlik bo'lgan huri inlardan 72 tani beradi. Buning sababi vallohu alam, aksar shahid bo'lishlikdan yo'lini to'sadigan ayollar bo'lishligi mumkinligi uchun bo'lsa kerak. Chunki hayotda faqat xotirjam, dunyoda fosiqmi, munofiqmi, kofirmi xotirjam yashashlikka chorlaydigan aksar ayollar bo'ladi, birodarlar. Va shu bilan birga bu hadisni eshitib ayollar o'zining farzandlarini faqat Allohning yo'lida xizmat qiladigan qilib tarbiya qilinishlikka chorlasa kerak. Va shahid niyatida bo'lgan odam o'zining ayoliga aytolasinki, bu hadisdan mana shu hikmat ham ma'lum bo'ladiki, meni Alloh subhanahu va taolo yo'lidagi xizmatdan to'smagin. Agar meni sen to'ssang, meni senga o'xshagan shahodat dini xizmat yo'lini to'sadigan odamlardan Alloh subhanahu va taolo meni xotirjam qilib qo'ygan oxiratda deb shuni aytolasin.